Akalar, kim aytdi sizlarda 1000-2000 dollarga ish boshlay olmaydi deb. Hozirgi turgan zavodim o'ta ham katta, zo'r joy ekan. Tepa sal shovqinroq olib chiqib sizlarga ham ko'rsataman, xudo xolasa. Akalar, bularni ham parklarga, har xil ko'ngilochar joylarga qo'yib qo'ysanglar, mana bu yerdan tushadi, oyoq tomonida ham bor qismida. Tang'illatib tepaverasizlar. Bu narxi gideta 1200 lar atrofida aylanadi. Bunda turgan yosh bolalardek akalar, bu gideta 1000 dollar atrofida aylanadi. Bu yerda ham bor, yonida sovg'alarni ilib qo'ysanglar, har xil qilib yutganiga sovrin beradi. Bu ham 1200 dollar, 1300 dollar atrofida. Bunaqa dastgohlar ham rosa moda bo'lyapti akalar. Bolalar ko'p o'tadigan joyga, odamlar ko'p o'tadigan joyga qo'yib qo'ysanglar, zo'r soqqa qilsa bo'ladi. Buni qo'yasizlar, o'zidan o'zi pul olib keladi bu. Ya'ni buning narxi 290 dollar atrofida ekan. Bu yerda juda ham ko'p variantlari bor ekan. Qaysi birini ko'rsatishni bilmayman akalar. Mana shu turganlari 680-690 dollar atrofida ekan. 4 kishilik, 4 kishi ham bemalol o'ynasa bo'lar ekan. Xohlasanglar bunaqa kichkinasidan qo'yib qo'ysanglar ham bo'ladi. Mana yosh bolalarga mos ekan. Bu narxi 230 dollar ekan akalar. Akalar, zavod juda ham katta, har xil assortiment bor. Ko'rsataman desam vaqt yetmay qoladi. Xitoy nimalarni yasab tashamayapti aka. Akalar, o'ylanib o'tiradigan joyi yo'q. Prosta bosib yuborish kerak. Qo'yadigan joyga qo'yinglar, soqqani bosinglar. Bunga hech qanaqa odam ham kerak emas, kuch ham kerak emas. Qo'yasizlar, o'zidan o'zi pul tovaveradi bu.